Hammaga salom, Nurinvest kanali kuzatuvchilari. Bugungi videomizda investitsiya yo'nalishini davom ettirgan holatda qiymatli investitsiya, ya'ni Warren Buffettga aylantirgan investitsiya yo'nalishi haqida gaplashamiz. Mavzuni boshlashdan oldin sizlarga Nurinvest kompaniyasi va Nurinvest kompaniyasidagi investorlar klubi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni bizning klubimiz taxminan 1 yil davomida faoliyat olib bormoqda va klubimizda hozir 20 dan ortiq investorlar investitsiya bo'yicha daromad qilib kelishmoqda. Bu investitsiya yo'nalishi nima? Bu value investing deyiladi, ya'ni o'zbek tilida qiymatli investitsiya. Qiymati yuqori bo'lgan kompaniyalarga va kelgusida yuqori o'sishi mumkin bo'lgan kompaniyalarga investitsiya qilish hisoblanadi. Ya'ni o'zlarini asl narxidan pastroqdan boshlab investitsiya qilishga aytiladi. Misol qilib aytaylik, qaysidir ABC kompaniyasi hozirda bozordagi aksiyasi narxi $50 atrofida savdo qilinyapti. Lekin bu kompaniya juda ham yuqori o'sish imkoniyatiga, moliyaviy jihatdan juda ham sog'lom va uni moliyaviy jihatdan baholaganda bu kompaniya aytaylik $180 yoki $200 baholanyapti. Lekin bozor hali bu kompaniyani unaqangi qimmat baholamadi. Xuddi shu vaziyatda value investorlari, ya'ni qiymatli investitsiya investorlari bu kompaniyalarda juda ham katta investitsiya qilishadi va kelgusida bu kompaniya o'zini ana shu $150 yoki $200 narxiga chiqa oladi degan taxmin bilan investitsiya qilishadi. Bu kompaniyalar haqiqatan ham moliyaviy baquvvat, moliyaviy sog'lom kompaniyalar hisoblanadi va yillar davomida investitsiya qilish hisobiga juda ham katta daromad olib keladi. Value investitsiyani, ya'ni bu turdagi investitsiyamizni prinsiplari nimadan iborat? Ko'rib turganingizdek, bir nechta kriteriyalarni ko'rsatgan prinsiplarni, ya'ni ichki real qiymatni aniqlash. Eng birinchi navbatda bu investitsiya yo'nalishi investorlari kompaniyani haqiqiy ichki qiymatini baholab olishi kerak bo'ladi. Ya'ni kompaniya asli necha pulga tushadi, necha puldan turadi aksiyasi narxi degan savolga sodda qilib aytadigan bo'lsak, javob berish kerak. Keyinchisi bozordagi noto'g'ri baholanishdan foydalanish. Agar haqiqatan ham kompaniya siz ko'rib chiqqaningizda har bir aksiyasi narxi $200 yoki $150 ga baholanyapti moliyaviy holatiga ko'ra, lekin hozir bozordagi aksiyasi narxi $100 da turibdi. Va bozor buni hali baholamayapti. Ya'ni investorlar unaqangi darajada qiziqish uyg'ota olmadi yoki investorlar sekin bu kompaniyaga pul tikib o'tish uchun qanchadir davr ketadi. Va siz mana shu value investor sifatida bu kompaniyani olib sabr bilan ushlab turishingiz kerak. Keyinchisi fundamental tahlil qilish. Ya'ni Warren Buffettni aynan mana shu yo'nalishda juda ham mashhur qilgan strategiyasi kompaniyani o'zingiz tushunadigan kompaniyaga investitsiya qiling, o'zingiz tushunadigan biznes yo'nalishiga investitsiya qiling va u kelajakda katta daromad olib kelishi mumkin degan gaplari xuddi shunga asoslanadi. Ya'ni siz kompaniyani birinchi navbatda fundamental tahlil qilganingizda u nima ishlab chiqaradi, qayerda sotadi, kimga sotadi va qancha miqdorda sotyapti degan savollarga javob bersangiz, bu biznesda ertaga A tochkadan B tochkaga borishigacha siz o'zingizda qanaqadir informatsiyaga ega bo'lishingiz mumkin, ya'ni imagine qilib olishingiz mumkin. Va keyingisi uzoq muddatli yondashuv. Ya'ni aynan bu yo'nalish investorlari uzoq muddatli, ya'ni 5 yillik, 10 yillik strategiyalarni qo'llashi kerak. Bu kompaniyalar hozir 1 yil, 2 yil davomida unaqangi katta jozibador bo'lmasligi mumkin. Lekin bu investorlar qiziqishni uyg'otgandan keyin bu kompaniyani to'xtatib bo'lmaydi, juda ham katta potensialga ega bo'ladi. Misol sifatida Apple kompaniyasini ko'rsak bo'ladi. Grafikda bu narsani sizga ko'rsataman, qanday holatda aksiya narxi keskin o'sganini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, ushbu grafikdan ko'radigan bo'lsak, bu yerda Apple kompaniyasini grafigi ko'rsatilgan. Apple kompaniyasi 2006-yillarda, 2000-yillarda ham bozorda aksiya savdo qilingan. 96-yillarda ko'rayotgan bo'lsangiz, har bitta aksiyasi narxi 0.76 sent atrofida bo'lgan. Ya'ni $1 atrofida taxminan savdo qilingan va 2000-yillarga kelib aksiyasi narxi $5-6 atrofiga ko'tarilgan. Lekin aksiya narxi ko'rayotgan bo'lsangiz 2009-2008-yillardan boshlab keskin o'sishni ko'rsatib beryapti va doimiy faqat tepaga qarab o'sayotganini ko'ryapsiz. Xo'p, buni agar 2009-yildan boshlab o'sish holatini ko'radigan bo'lsak, hozirgacha aksiya narxi 7750% gacha ko'tarilganini ko'ryapmiz. Bu juda ham yuqori o'sishni ko'rsatadi. Ya'ni qaysidir davrlar siz biladigan hozirgi Apple kompaniyasi, ya'ni iPhone chiqaradigan kompaniya $1 atrofida qilingan aksiyasining narxi.
Lekin Warren Buffett 2016-yildan boshlab bu kompaniyaga investitsiya qilishni boshlagan. 2016-yillarda bu kompaniyaning aksiyasi narxi o'rtacha $30-20 atrofida bo'lgan. Va mana shu davrdan boshlab tinimsiz investitsiya qilgan va uni asosiy boyligini, katta daromadini olib kelgan kompaniya xuddi shu Apple kompaniyasi hisoblanadi. 2024-yil oxirigacha Apple kompaniyasi Warren Buffett umumiy portfelini 40% dan ortiqroq qismini tashkil qilgan. Bu bitta kompaniya shunaqangi darajada ishonchni olib kelganki, bu kompaniya Warren Buffettni hozirgi Warren Buffett darajasiga olib chiqishi sabab bo'lgan omillardan biri deyish mumkin. Bu prezentatsiyamizga qaytadigan bo'lsak, ya'ni slayd mavzumizga qaytadigan bo'lsak, sabr va intizom. Nima uchun sabr va intizom talab qilinadi? Hozirgi Apple kompaniyasini ko'rgan bo'lsangiz, yillar davomida faqat tepaga yurgan hisoblangan. Agar siz ham qaysidir bir kompaniyaga investitsiya qiladigan bo'lsangiz, investorlarda boshlang'ich holatda shunaqangi panika uyg'onadi. Ya'ni hozir aksiyani sotib olsam, pozitsiyalarimni yopib, pulimni olmaydigan bo'lsam, ertaga aksiya narxi tushib ketadi, tayyor turgan daromadimni ham yo'qotishim mumkin degan qo'rquv uyg'onadi. Agar siz uzoq muddatli investitsiyani ko'zlab investitsiya qildingizmi, demak 3 yil, 5 yil, 10 yilni mana shu kompaniya uchun shunchaki qo'yib berishingiz kerak. Ya'ni qayergacha borishini siz taxmin qilgan bo'lsangiz, shu davrgacha kutishingiz kerak bo'ladi. Mana shunda siz kiritgan investitsiyangiz siz o'ylagan daromadni olib keladi. Xo'p, kompaniyani endi aytib o'tganimizdek, kompaniyani tahlil qilishda qaysi jihatlarga juda ham katta e'tibor berish kerak. Ya'ni xuddi mana shunaqangi yuqori baholangan, qiymati yuqori bo'lgan kompaniyalarni topishda, ularda moliyaviy jihatni ko'rib chiqishda qaysi jihatlariga e'tibor qaratiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, kompaniyaning haqiqiy qiymati moliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Ya'ni kompaniya qancha pul topyapti va qancha puli bor degan savolga javob bersa, yaxshi javob beradigan bo'lsa, bu kompaniya demak u o'sa oladi, kelgusida investorlar uchun ham yuqori daromad olib keladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bir nechta kriteriyalarni ko'rsatib qo'yganmiz. Ya'ni daromadi qanday o'zgaryapti, sof foydasi, yillik yoki bo'lmasa kvartallik o'sishlari qanaqangi holatda bo'ldi va kompaniya uchun juda ham muhim bo'lgan ko'rsatkich free cash flow, ya'ni kompaniyaning naqd pul oqimi, bo'sh naqd pul oqimi bormi yoki yo'qmi? Nimaga bu narsa muhim hisoblanadi? Agar kompaniya zo'r revenue generate qilgani bilan, zo'r daromad qilgani bilan uni o'ziga cash qolmaydigan bo'lsa, keyinchalik kompaniya o'zini rivojlantirishi, qo'shimcha stanoklar olib kelishi, yangi texnologiyani joriy qilish uchun kompaniya kredit olishga to'g'ri keladi. Bu kompaniya uchun juda ham zarar hisoblanadi. Shu sababdan kompaniyani naqd pul oqimi qanday bo'layotganini va bo'sh puli bormi yo'qmi, shu narsa ham juda muhim hisoblanadi. Keyinchisi, qanday kompaniyani tanlash kerak? Kuchli moliyaviy hisobotlar, ya'ni kompaniya har kvartaldan kvartalga moliyaviy hisobotlari o'sib borayotgan bo'lishi kerak, ya'ni yaxshilanib borayotgan bo'lishi kerak. Qarz darajasi juda ham past, barqaror o'sish bo'lishi kerak, raqobatbardoshlardan ustunligi. Ya'ni siz misol keltirganimizda Apple kompaniyasini oladigan bo'lsak, Apple kompaniyasi o'zini raqobatchilari Samsungmi, hozirgi Xitoy bozorida chiqib kelayotgan Huawei O'zbekistonda masalan juda ham mashhur. Huawei juda ham Xitoy telefonlar modellari ko'p. Mana shu raqobatchilarga nisbatan Apple hali ham o'zining ustunligini saqlab turibdi. Ya'ni mana shu narsa siz investitsiya qilmoqchi bo'lgan kompaniyangizni xuddi shu jihatini bilishingiz kerak. Nima uchun Apple ga investitsiya qilyapsiz? U nimasi bilan boshqa kompaniyalardan ajralib turadi? Xuddi shu savol sizning investitsiyangizni barqarorligini va siz kompaniyaga ishonchingizni ushlab turishingizga javob beradi. Keyinchisi ishonchli menejment, ya'ni kompaniyani boshqaruv tizimi ham juda ham muhim hisoblanadi. Uni top menejerlari kim, CEOsi kim, kompaniyaning CFOsi kim, uni strategik menejerlari kim degan savollarga javob berish juda ham muhim. Ya'ni kompaniyaning faqatgina moliyaviy jihati emas, uni CEOlari ham strategiyasi nimadan iborat. Mana shu jihat kompaniyani kelgusida qayergacha bora olishini belgilab beradigan juda muhim omillardan biri. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kompaniyani siz o'rtog'ingizni biznesini ko'ryapsiz va o'rtog'ingiz sizni biznesga pul tikishga chaqiryapti. Buni sodda qilib tushuntirmoqchiman. Va siz u o'rtog'ingizni biznesini ko'radigan bo'lsangiz, u 3 yildan beri biznesni yuritib kelyapti, aytaylik 5 yildan beri yuritib kelyapti. Va siz u o'rtog'ingizni ko'rdingiz, haqiqatan ham biznesi zo'r ketyapti, zo'r daromad qilyapti. Yildan yilga o'rtog'ingiz sekin-sekin daromadlar oshib, biznesi ham kengayib boryapti. Va nima uchun shunga investitsiya qilmayman degan sizda savol tug'ildi.
o'rtog'ingizni taniysiz, kim u, xarakteri qanaqa, nima ish qiladi, biznesni qanaqa tartibli boshqaradimi, o'zi hayotda tartiblimi, strategik odammi? Mana shu savollar siz o'rtog'ingizga ishonasiz. Chunki uni juda ham yaqindan bilasiz va mana shu narsa sizni o'rtog'ingizga biznesga pul tikishingizga qanaqadir ishonch olib keladi. Xuddi shunga o'xshagan siz chet eldagi investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz kompaniyaga, uni CEOsi kimligi, uni xarakteri, qanaqa ishlaydi, uning strategiyasi ham sizga juda ham muhim hisoblanadi. Endi arzon narxni qanday aniqlaymiz? Ya'ni kompaniya hozir arzon baholanganmi yoki qimmat baholanganmi degan savolga qanday qilib javob beramiz desak, mana bu ko'rib turgan kriteriyalar, ya'ni 3-ustundagi kriteriyalar. PE nisbati. Kompaniya qimmat baholanganmi yoki arzonmi? Mana shu ko'rsatkichlar orqali ROI ko'rsatkichlari va oxirida ko'rib turganingizdek DCF hisoblash modeli hisoblanadi. Bu discounted cash flow degani, ya'ni kompaniyani kelgusida hosil qilishi mumkin bo'lgan naqd pul oqimiga qarab turib, kompaniya haqiqatan ham kelajakda o'zini hozirgi narxiga nisbatan juda ham katta imkoniyatga ega bo'ladi degan javobni beradi. Endi sizga aytib o'tganimdek juda ham muhim bo'lgan ko'rsatkichlar, ya'ni bunaqangi kompaniyalarni saralab olish uchun mana bu yerda kriteriyalar berilgan. Bu ma'lumotni o'zingizga, agar siz bizni doimiy kuzatib boruvchimiz bo'lsangiz, konspekt qilib borayotgan bo'lsangiz, konspektingizga, daftaringizga xuddi shu ko'rsatkichlarni alohida qilib yozib qo'yishingizni, agar yo'q bo'lsa, yangi kuzatuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, telefoningizdanmi, kompyuteringizdan skrinshot qilib bu ma'lumotlarni saqlab qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, bular juda ham muhim ma'lumotlar, ya'ni ana shunaqangi past baholangan va o'sish imkoniyati bor bo'lgan aksiyalarni topish uchun kriteriyalar. PE ko'rsatkichi qanday bo'lishi kerak? Bu yerda yozib qo'yganmiz. Price to earnings odatda yuqori o'sish imkoniyati bor bo'lgan aksiyalarda 15 dan pastroq yoki 20 dan pastroq bo'lishi kerak. Nimaga deydigan bo'lsak, bu kompaniya ertaga PE'si 30, 40, 50 ga chiqishi mumkin. Bu nima degani? PE agar siz hozir investitsiya qiladigan bo'lsangiz, kompaniya topayotgan har bir dollar daromadiga siz 15 dollardan pul to'layapsiz degan ma'lumotni beradi. Va kompaniya ertaga yana ham katta daromad oladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich yana ham kattalashadi va aksiyasi narxi o'sishni ko'rsatadi. Keyingisi bu yerda debt equity degan ko'rsatkichimiz bor, ya'ni kompaniyani qarzlarini umumiy aktivlari qiymatiga nisbati. Agar kompaniyani qarzi aktivlarga nisbatan juda ham katta bo'ladigan bo'lsa, demak kompaniya tez orada agar mana shu qarzlarni yopmaydigan bo'lsa, u bankrotlikka qarab ketishi va mana shu qarzlar kompaniyani yo'q qilib yuborishi ham mumkin bo'ladi. Va bu yerda ko'rib turganingizdek current ratio degan ko'rsatkichimiz bor va insider ownership degan ma'lumotlar bor. Insider ownership nima degani? Kompaniyani ichki xodimlari bu kompaniya investitsiya qilyaptimi yoki yo'qmi? Nima uchun? Chunki kompaniya ichki tizimida ishlaydigan xodimlar, top menejerlar yoki bo'lmasam direktorlar, CFO'lari, boshqaruv organ xodimlari bilishadiki, kompaniya rivojlanyapti va kelgusida bu kompaniya haqiqatan ham zo'r natijaga chiqa oladi. Agar boshqaruv tizimi o'zi xodimlari bu kompaniyaga ishonmaydigan bo'lsa va investitsiya qilmaydigan bo'lsa, bu kompaniyaga siz investitsiya qilishingiz umuman shart emas. Chunki agar boshqaruv menejerlari yoki CEO bu kompaniya rivojlanishiga, yuqori daromadga chiqishiga, haqiqatan ham aksiyasi narxi 5x, 10x ga chiqishiga ishonsa, bu kompaniya investitsiya qiladi, top menejerlari investitsiya qiladi va mana shu narsa insider ownership, ya'ni ichki xodimlarni aksiyani egallab turish bo'yicha ko'rsatkichlar yuqori holatda bo'ladi. Qolgan ma'lumotlarni men sizga video davomida asta-sekin tushuntirib boraman. Bu yerda ko'rib turganingizdek value investingni asosiy xavflari, ya'ni zo'r video davomida ko'rdikki, boshli qismida bu investitsiya usuli juda ham zo'r, katta daromad olib keladi, unaqa dedik, bunaqa dedik, haqiqatan ham bu yo'nalishni qaysidir yuqori cho'qqiga olib chiqdik. Bu zo'r investitsiya yo'nalishi sizga katta daromad olib keladi. To'g'ri, bu katta daromad olib kelishi mumkin, lekin daromadning yonida doim xavf yuradi, risk yuradi. Ana shu riskni siz o'zingiz bilishingiz va hisobga olishingiz kerak. Investor sifatida har qanaqa biznesning yonida risk bilan yuradi. Bu yerda grafik sifatida ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni soddaroq infografika sifatida ko'rsatilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu aksiya narxini ko'k liniya bilan chizilgan, aksiya narxi o'sishi, yurish holatda chizib qo'yilgan va bu yerda siz ko'rib turganingiz,
yashil va qizil chiziqlar. Ko'k chiziqni aytyapti market price, ya'ni bozor baholayotgan narx va kompaniyaning ichki narxi qizil liniya bilan berilgan va bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz yashil narx, ya'ni kompaniya o'zini ichki narxidan pastga tushib qolgan. Mana sariq yumaloqda atrofini ko'radigan bo'lsangiz, bu aksiya narxi, mana aksiya narxi qizil liniyadan pastga tushgan. Ya'ni aksiyaning narxi o'zini asl narxidan pastga tushib qolgan. Aytaylik, bu margin of safety deyiladi. Margin of safety, ya'ni kompaniya hozir diskountda turibdi. Agar 30% tushib ketgan bo'lsa, 30% diskountdasiz, 40% tushgan bo'lsa, 40% diskountdasiz, bu sizga katta daromad olish imkoniyatini beradi. Xo'p, bu yerda xavf qayerdan keladi? Kompaniyaning ichki qiymatini noto'g'ri baholash. Agar siz moliyaviy tahlillarda noto'g'ri hisoblarni amalga oshiradigan bo'lsangiz, kompaniya ichki qiymatini baholashda xato qo'yadigan bo'lsangiz, bu sizni zararingizga ishlashi mumkin. Sabrni yetishmasligi. Ya'ni bu investitsiya yo'nalishidagi investorlar iloji boricha uzoqroq muddatga investitsiya qilishadi va kompaniya ularga juda ham katta daromad olib keladi. Shu sababdan siz ana shu investitsiya yo'nalishini tanlaydigan bo'lsangiz, bunaqangi kompaniyaga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, 3 yil, 5 yil, maksimum 10 yil yoki 15 yilga mo'ljallasangiz, bu juda ham katta daromad olib keladi. Keyingi xavflardan biri, bozor uzoq muddat davomida noto'g'ri baholashi mumkin. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Ya'ni siz ko'rgan kompaniya, aytaylik, ABC kompaniyasi haqiqatdan juda ham moliyaviy baquvvat, yillar davomida juda ham katta daromad ko'ryapti, bozorda o'zini ulushiga ega, statusiga ega, haqiqatdan ham zo'r, lekin qaysidir jihatdan boshqa investorlar bu kompaniyaga nimagadir qiziqmayapti. Agar qiziqmaydigan bo'lsa, u har qanaqangi kuchli kompaniya bo'lsa, har qanaqangi reklamalar qilsin, agar investorlar qiziqmaydigan bo'lsa, market bu aksiyani yuqori baholamaydigan bo'lsa, bu kompaniya katta ehtimol bilan o'sishi, aksiya narxi ko'tarilishi juda ham qiyin. Shu sababdan siz kompaniyani baholaganingizdan tashqari, bu kompaniyani boshqa investorlar, sizga o'xshagan yoki treyderlar yoki investitsion fondlar bu kompaniyaga qiziqish bildirish kerak va uni yuqori baholash kerak. Shunda haqiqatan ham yuqori daromadga chiqishi mumkin. Xo'p, bu ma'lumotlardan kelib chiqib, endi biz qanday qilib mana shu kompaniyalarni saralab olishimiz mumkin? Bu yerda mana Finviz saytiga kiramiz. Yana xuddi shu Finviz sayti shu kompaniyani saralashda, skrining qilishda juda ham oson, sodda qilib berilgan interfeysi. Xo'p, prezentatsiya davomida e'tibor bergan bo'lsangiz, men ba'zi bir ma'lumotlarni, ya'ni PB ratio, return on equity, current ratio kabi ma'lumotlarni gapirib o'tdim, nimaligini, PE ratio nimani bildirishini takrorlab o'tdim. Agar esingizdan chiqqan bo'lsa, videoni orqaga qaytarib, o'sha joylarni qayta-qayta ko'rsangiz, yana ham tushunarli bo'ladi. Va hozir sizga qisqa bu haqida yana ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Bu yerda mana kerakli ma'lumotlarni, Finvizga kerakli kriteriyalarni men oldindan kiritib qo'ydim, chunki kriteriyalar juda ham ko'p bo'lgani uchun video cho'zilib, sizni vaqtingiz olmasligi uchun oldindan tayyorlab qo'yganman. Bu yerda market kapitalizatsiyasini belgiladim va fundamental qismida asosiy ma'lumotlar kiritilgan va PE ratiosi mana under 20 deb berilgan. Bu nima degani? Yana ham sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. PE ratio o'zbekcha qilib, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, hozir investitsiya qiladigan bo'lsangiz, pulingiz qancha vaqtda o'zini oqlaydi degan savolga javob beradi. Ya'ni hozir siz $100 tikdingiz va 20 yildan keyin kompaniya o'zini ana shu tikkan $100 pulingizni oqlaydi degan ma'lumotni beradi. Shu sababdan PE qancha past bo'ladigan bo'lsa, shu sababdan biz under 20 deb belgilaganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, qancha pastroq bo'ladigan bo'lsa, bu kompaniya kelgusida 30, 40, 50 ga chiqish imkoniyati bo'ladi. Misol sifatida sizga keltiraman Apple kompaniyasini. Finviz sayti orqali birinchi kiramiz. Bu yerda Apple kompaniyasini ma'lumotlarni ko'ramiz. Apple kompaniyasi aynan mana shu PE ko'rsatkichlar, PB ko'rsatkichlar qanaqaligini ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda PE ko'rsatkichi 31.28, ya'ni Apple hozir juda ham qimmat bo'lib ketgan. Hozir investitsiya qiladigan bo'lsangiz, bu ancha yuqori baholangan kompaniya sifatida ko'riladi. Va bu yerda mana PE ni biz 20 deb belgiladik. PEG 2 dan pastroq deb belgiladik. PB ratiosini 2 dan pastroq va bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz EPS growth 5 yil, oxirgi 5 yillik. Ya'ni kompaniyaning EPS'i har bitta aksiyasiga topayotgan daromadini bildiradi EPS.
oxirgi 5 yilda o'sib borayotgan bo'lishi kerak yoki pozitiv holatda bo'lishi kerak. Biz bu yerda kriteriyani pozitiv 0 dan baland qilib belgiladik. Xohlasangiz 5% qiling, xohlasangiz 10% qiling va bu sizni mana bu yerdagi aksiyalar sonini ko'proq, ozroq chiqishiga olib keladi. Va current ratio. Bu nima degani? Kompaniyaning joriy nisbati. Ya'ni hozirgi joriy aktivlarini joriy qarzlarga nisbatan ko'rsatadi. Ya'ni kompaniya hozir 6 oylik, 1 yillik majburiyatlarini bajara olish imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Ya'ni kompaniya qisqa muddatda minusga qarab ketib qolmaydimi, bankrotlikka qarab ketib qolmaydimi degan sizga ma'lumotni ko'rsatadi. Keyingi return on equity, ya'ni umumiy o'zini aktivlaridan qay darajada samarali foydalanyapti, 10% dan yuqoriroq va debt equity 1 dan pastroq degan ma'lumotlarni ko'rsatyapti. Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsangiz 31 ta kompaniya chiqqan. Bu kompaniyalarning hammasi investitsiya qilsa bo'ladi. Birinchi navbatda siz ko'rishingiz kerak bo'lgan jihatda aytib o'tganimizdek joizligini saralab olasiz. Aytaylik, bu yerdan sizga chiqishi mumkin 30 ta kompaniya ichidan 5 ta kompaniya yoki 10 ta kompaniya chiqishi mumkin, 8 ta chiqishi mumkin. Shu joizlarni ajratib olib, ularga investitsiya qilish uchun har birini alohida tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda masalan 20 ta kompaniya ekan, ikkinchi qismga o'tadigan bo'lsak, bizda bu yerda yana 11 ta kompaniya bor ekan. Xo'p, qaysi kompaniyadan ko'rsak bo'ladi? Hozir men o'zim yaxshi taniydigan kompaniyalardan bittasi GDCom, bu Xitoyning kompaniyasi. Inmod Healthcare bo'lsa kerak, bu adashmasam. Bu yerda Home degan kompaniya bor ekan, mana Home degan kompaniyani ko'rishingiz mumkin. Home degan kompaniyani Group Focusga yozib ko'ramiz. Home degan kompaniya ExxonMobil, ya'ni bu energetika sanoatida, energiya yo'nalishida faoliyat yuritadi. Neftni qazib olish, neftni qayta ishlash, neft mahsulotlari bilan ishlaydigan eng gigant kompaniyalardan biri hisoblanadi. Bu kompaniyamizni moliyaviy holatlarini baholab chiqamiz. 10 da 7 ekan. Daromadlilik ko'rsatkichlari, gross marjasi o'rtacharoq, juda ham zo'r emas ekan. Kompaniya net marjasi esa yaxshiroqligini ko'rsatyapti. Bizga ROI ko'rsatkichlari juda ham yaxshi. Financial baquvvatliligini, ya'ni financial stabilligini ko'radigan bo'lsak, 10 da 8 ballni beryapti. Bu juda ham yaxshi degan ma'lumotni ko'rsatadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana juda ham yaxshi baholangan. Bizga yana nimasi kerak? Kompaniyani o'sish ko'rsatkichi. Oxirgi paytlarda kompaniya 10 da 4 baholanibdi. Oxirgi davrlarda kompaniya qanday yaxshi o'sishni ko'rsata olmayapti. Demak, kompaniyada biroz qiyinchiliklar bor. Moliyaviy jihatida yoki bo'lmasa biznes strategiyasi bo'yicha nimadir muammo bor. Uni alohida tahlil jarayonida ko'rib chiqsa bo'ladi. Xo'p, endi bizda bu yerda DCF degan ko'rsatkich bor. DCF modeli, ya'ni kompaniya o'zini asl narxidan qanchalik diskountda turibdi. Xo'p, bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, ExxonMobil Group Focus saytini berayotgan ma'lumotiga ko'ra, kompaniyani hozirgi narxi $102, ya'ni grafikda ko'ramiz. Home degan kompaniya, ExxonMobil. Ya'ni hozirgi 2025-yil may oyining oxirida turibmiz. Aksiya narxi $102 atrofida turibdi ekan. $102 atrofida va maksimumi 123 atrofida bo'lgan. Oxirgi davrlar faqat konsolidatsiya bo'lib qolibdi, yonboshga qarab yuryapti bu kompaniya. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, kompaniyaning margin of safety ise 30-73% ni ko'rsatyapti. Ya'ni kompaniya o'zini asl narxidan 30% diskountda turibdi degani va kelajakda kompaniya 147 ga baholanyapti. Bu kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlaridan kelib chiqqan holatda berilayotgan baho. Endi bu haqiqatan ham shu yerga chiqa oladimi deydigan bo'lsak, buni bozor ko'rsatadi. Bozor bu narsani ko'rsatib berishi mumkin. Qachon bu yerga chiqa olishini birinchi navbatda aksiyani narxi tushib ketishiga hozirgi sabablarni keltiradigan bo'lsak, Trampning siyosati juda ham mana shu energiya sohasidagi kompaniyalar uchun juda ham qattiq siyosat olib boryapti. Neftni narxini tushirish uchun shu sababdan ham kompaniya aksiyasi narxi mana 2025-yil boshidan beri pasayib borayotganini ko'ryapsiz. Unaqangi o'sish ko'rsata olmayapti. Chunki Tramp siyosati nima qildi? Inflyatsiyani tushirish uchun energiyani, neftni narxini tushirishga harakat qilyapti. Shu sababdan aksiya hozir juda ham katta bosim ostida turibdi. Faqatgina bu emas, boshqa yana bir nechta Chevron degan kompaniya bor. Bu ham neft sanoatida ishlaydigan kompaniya. Bu ham xuddi shunaqangi katta davleniya ostida turibdi.
Demak, hozir energiya kompaniyalari hammasi uzoq muddatli savdo uchun juda ham yaxshi holatda turibdi deyish mumkin. Xo'p, endi bu bizni Finviz sayti orqali kompaniyani saralab olish va tahlil qilish va Guru Focus sayti bizga nimani berdi? Kompaniyani haqiqiy ichki narxini ko'rishimiz uchun berayotgan ko'rsatkichi. Endi yana bitta foydali juda ham kerakli bo'ladigan saytni ko'rsataman. Bu Stock Circle degan sayt. Bu yerda aynan mana shu investitsiya yo'nalishi bo'yicha faoliyat yuritadigan investitsion fondlar, investorlarning portfelini ko'rib, kuzatib borsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz aytib o'tganimizdek, bugun videomizda biz value investorlar, ya'ni qiymatli investitsiya haqida gaplashyapmizmi? Demak, value investorlarning portfellarini ko'rsak bo'ladi. Ular kimlar? Bu yerda mana Warren Buffett turibdi. Chris Hohn degan odam, Ray Dalio, Mahnish Pabrai, bu hindistonlik odam Warren Buffettni birga bir почти kopiya qiladi. Bu odam juda ham yuqori natijalar qiladi, investitsiya bo'yicha katta ko'rsatkichlarga ega. Hop, Warren Buffett eng mashhur odam bo'lgani uchun bu yo'nalish bo'yicha buni ko'rsatishga, portfelni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Warren Buffettni portfelni ustiga bosadigan bo'lsangiz, u qancha pul boshqaryapti va portfelida qaysi aksiyalar borligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana Apple bor, American Express, Coca-Cola, Bank of America bor, Chevron bor, hozirgi aytib o'tgan energiya kompaniyasi, neft bilan ishlaydigan va ko'plab kompaniyalar bor. Umumiy holatda umumiy portfelda 32 ta aksiya borligini ko'rsangiz bo'ladi. Va Apple hozirgi paytda Warren Buffettda umumiy portfolyosining 24%ni egallaganini ko'rsatadi. Va bu yerda siz Warren Buffett qachondan boshlab bu kompaniyani sotib olyapti, qachon sotyapti degan ma'lumotlarga ham ega bo'lsangiz bo'ladi. Mana bu yerda all transaction'ga ezadigan bo'lsangiz, hop, pastroqda mana Warren Buffett qachondan boshlab aksiyani sotib olishni boshlagan. Mana 2016-yil birinchi kvartal davridan boshlab Warren Buffett Apple aksiyalarini sotib olishni boshlaganini ko'ryapsiz va 24.91 dan tushgan. Har o'rtachasi 24.91 dan tushgan va u 39 milliondan ortiqroq aksiyasini sotib olgan va yillar davomida investitsiya qilib kelgan. Mana bu yerda mana 21 million olyapti ikkinchi kvartalda. 2016-yil 4-kvartalda 169 million aksiya olyapti va 2017-yilda mana 288 million aksiya olyapti va bu pozitsiyani yig'ib kelgan va 2018-yilga kelib pozitsiyalarni sotyapti. 11 million sotdi, 3 million sotdi, 14 million sotyapti. Bu yerda 7 million aksiyasini sotyapti. Va buni xuddi shuni mana bu yerda grafik holatida ham ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni bu sizga qanaqa yordam beradi? Qaysi yo'nalishda investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ana shu investitsiya yo'nalishidagi mutaxassislarni, asosiy portfolio menejerlarini portfellarini ko'rib, o'zingizga qanaqadir shablon olishingiz mumkin, qaysi kompaniyalarni olishgan, nimaga olishgan kabi savollaringizga javob berishga yordam beradi. Siz qaysi investorlarni, qaysi mashhur portfolio menejerlarini kuzatib borasiz, ular haqida ma'lumotlarga egasiz yoki siz qaysi kompaniyaga investitsiya qilishni xohlagan bo'lardingiz? Bugungi video davomida ko'rgan kompaniyalarimiz, ya'ni Chevronmi yoki Apple'mi, mana shu haqida ham fikrlar yozib qoldiradigan bo'lsangiz, biz uchun juda ham muhim. Agar savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring. Izohlarda berilgan savollarni biz ko'rib chiqamiz. Keyingi videolarimizda bular haqida javoblar va izohlar berishga harakat qilamiz. Video ko'p insonlarga yetib borish uchun podpiska va like tugmasini bosishni unutmang.